Qaysi payg'ambar tug'ilmagan? Odam alayhissalom. Nimaga tug'ilmaydi? Tuproqdan yaratgan. Kim yaratgan? Alloh yaratgan. Qaysi payg'ambarga butun dunyoning jamiki go'zalliklarining yarmi berilgan? Shu qadar chiroyli ediki, qaragan inson yana bir marta qayrilib qarardi. Yusuf alayhissalom. Qaysi payg'ambarning aka-ukalari quduqqa tashlab ketadi? Yusuf alayhissalom. Misrni vaziri qaysi payg'ambar bo'ladi? Misrning vaziri Aka-ukalari bug'doy don so'rab boradi. Ocharchilik bo'lgan vaqtda. Yusuf. Yusuf alayhissalom. Xo'sh, qaysi payg'ambarni og'ir dard sinov bilan sinaydi Alloh? Avvaliga boy badavlat bo'ladi, keyin hamma narsasini olib qo'yadi. Boyliklarini, quylarini, yerlarini. Og'ir dard keladi, tanasiga hamma tashlab ketadi, faqat xotin qoladi. Ismi kim yo'qdi? Ayub alayhissalom. Qaysi payg'ambarni xo'sh, olovga yoqadilar? Ibrohim. Malades. Xo'sh, qaysi payg'ambarni qaysi aybi uchun jannatdan quvadi Alloh? Pastga yerga tushirib yuboradi. Odam alayhissalom bilan Havo alayhissalom. Mama Havo. Mama Havo. Ha, shu payg'ambar emas-ku. Payg'ambarni deb so'raman. Nima aybi bilan? Qaysi aybni qilgan vaqtlariga? Bitta daraxtga tegilmayman deya shayton yo'ldan urgan kishining esa u ishongan keyin u daraxtga tekkan. Malades.